Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizga Alloh azza va jalla muborak Ramazon oyini ro'zasini tutib Eidul Fitr kuniga yetishligimizni nasib qildi. Bu Alloh taoloning bizlarga bergan bir ulug' fazli marhamati. Chunki Ramazon oyi ro'zasi hammamizga ma'lum islomning 5 ustunidan biri. Mana shu muhim bo'lgan bir ibodatni Alloh taolo siz bilan bizga muvaffaq qilib, siz bilan biz mana ro'zani tutdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ro'zador kishiga juda ko'p bir bashoratlarni, va'dalarni bergan. Man qoma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kim Ramazon ro'zasini iymon bilan va Robbisidan savob umid qilgan holda tutsa, avvalgi qilgan barcha gunohlari mag'firat bo'ladi. As-sawmu li va ana ajzi bi Alloh azza va jalla. Ro'za men uchun, uni mukofotini faqat o'zim beraman dedi. As-sawmu junnatun dedi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarida. Ro'za qalqondir. Nimadan qalqon? Jahannamdan qalqon. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a. Bu dunyo hayoti bir soatlik umr. Uni ibodatga aylantiringlar. Mana birodarlar, kecha Ramazon keldi. Kecha keldi Ramazon. Bugun mana hayit namozida o'tiribmiz. Umr shunday tez o'tib ketyapti. Boshqa kunlarimizda mana shunday tez o'tadi. Faqat ular bilan ishimiz yo'qligi uchun, kunini sanamaganligimiz uchun sezmay qolamiz. Boshqa 11 oy ham xuddi shunday o'tyapti birodarlar. Mana qarab turinglar-da. Boshingizdagi bir aylantirib yurishcha Ramazon yana kelib turadi inshaalloh. Alloh yetkazsin hammamiz. Mana Ramazon ro'zasini tutdik, Alloh taoloning qabul qilishi bor. Sahoba-i ikromlar ro'zani tutib, Parvardigor ro'zalarimizni qabul qilgin deb yarim yil duo qilsa, qolgan yarim yilda Parvardigor azza va jalladan Ramazonga, keyingi Ramazonga yetkazishligini so'rab duo qilishgan. Mana Allohga hamd bo'lsin, Eidul Fitr kunida o'tiribmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigor biz sendan jannatni va unga yaqin qiladigan so'zni va amalni so'raymiz. Parvardigor biz sendan do'zaxdan va unga yaqin qiladigan so'z va amaldan panoh berishingni so'raymiz. Parvardigor biz sendan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va solih bandalaring so'ragan barcha yaxshi narsalarni so'raymiz. Parvardigor biz sendan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va solih bandalaring panoh berishingni so'ragan barcha narsadan panoh berishingni so'raymiz. Ular safarga tayyorgarlik ko'rishdi, tunlarni bedor, kunduzlarni amal bilan ibodat bilan o'tkazdi. Hayot qisqa, hisob og'ir, keyingi hayot abadiy hayot. Yo abadiy rohat, yo abadiy azob. Parvardigor biz sendan Firdavs jannatini so'raymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Qur'onni o'qinglar, zero u qiyomat kunida shafoatchi bo'ladi. Boshqa hadislarda aytganlar, Zahrovaynni, ya'ni Baqara va Oli Imronni o'qinglar. U ikkisi qiyomat kunida kishilarning ustiga bulut bo'lib kelib, o'zining ashablarini foydasiga hujjat bo'ladi. Mana birodarlar, 30 kun xatmi Qur'onda turdik. 30 pora Qur'on xatm qilindi. Inshaalloh mana shu bir muborak kunlarda, tunlarda mana shu oyatlar, mana shu suralar tilovat qilinadi. Umid qilamiz Parvardigor bularni siz bilan bizni boshimizga qiyomat kunida soyabon bo'lishligini. Qur'on oyatlari jannatga bo'lgan targ'ib bilan to'la. Jahannamdan ogohlantirish bilan to'la. Alloh aytadi: Astagfiru billah vastaftahu va khaba kullu jabbarin anid. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. So'ngra payg'ambarlar Allohdan madad tiladilar va barcha jabrkor, sarkash kimsalar baxtsizlikka duchor bo'ldilar. Uning, ya'ni har bir kofir bo'lgan kimsaning oldida jahannam bordir. Jahannamda unga yiringli suvdan berilganida
uni yutmoqchi bo'ladilar, u tomog'idan o'tkaza olmaydilar. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, u o'la olmaydi. Uning ortida bundan-da og'ir azob bor. Jannatda ham o'lim bo'lmaydi. Do'zaxda ham o'lim bo'lmaydi. Abadiy hayot bo'ladi. Ana shu abadiy hayotga siz bilan biz yashayotgan bu hayotimiz bor yo'g'i bir tayyorgarlik xolos. Kofir bo'lgan insonlarni dunyoda qilgan amallarini Alloh taolo nimaga o'xshatdi? Parvardigorlarga kofir bo'lgan kimsalar qilgan amallarining misoli xuddi bo'ronli kunda qattiq shamol uchirib ketgan kulga o'xshaydi. Ular qilgan amallaridan biron foydaga ega bo'lmaydilar. Bu yo'ldan ozishning o'zidir. Ehtimol kofir odam bir yetim yesirga xayriyatson qilar, savobli bo'lib ko'ringan ishlarni qilar. Ammo kofir bo'lganligi tufayli ularning bu amallari hargiz ularga asqatmaydi. Alloh taolo amalni, savobli bo'lgan amalni faqat mo'min bandasidan qabul qiladi. Mukofot faqat mo'minga beriladi, kofirlarga berilmaydi. Ey inson, Alloh osmonlar va yerni haq qonun bilan yaratib qo'yganini ko'rmadingmi? Agar u zot xohlasa, sizlarni ketkizib, o'rningizga o'zgalarni yangitdan yaratur. Bu ish Alloh uchun qiyin emasdir. Dunyoda odamlar o'ziga o'xshagan odamlarga yo'l ko'rsatishlikka harakat qiladi va har bitta odam o'zi yetayotgan, o'zi boshlayotgan yo'lini to'g'ri yo'l deb biladi. Qarasiz, fujurligi, zalolat ekanligi, fahsh ekanligi ochiq bo'lib turgan ishlarni ham shunday bir chiroyli taqdim qilib, qog'ozga o'rab, yiltiratib beradiki, o'zi fahsh bo'lgan, munkar bo'lgan ishni odamlarga to'g'ri yo'l deb targ'ib qilishadi. Insoniyat yaralgandan beri fahsh bo'lgan bachavozlik bir davrlar keldiki, nihoyatda bir chiroyli bir qog'ozlarga o'rab turib, zo'r narsa deb taqdim qilinyapti. Va barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min adabillahi min shay. Ana shunday bir zalolatni haq deb, adashlikni to'g'ri yo'l deb odamlarga yo'lboshchilik qilgan kimsalarga qiyomat kunida barcha haloyiq Allohga ro'baro bo'lib, bechora ergashuvchilar, mutakabbir kimsalarga, ya'ni o'zlarining eski boshliqlariga aytishadi. Bizlar sizlarga ergashgan edik. Sizlar endi bizlarni Allohning biron azobidan qutqara olurmisizlar? Sizlar aytganini qilgan edik. Mana endi sizlar bizni jahannamdan, Allohning azobidan qutqara olurmisizlar? Deganlarida ular aytdilar: agar Alloh bizni haq yo'lga hidoyat qilganida, biz ham sizlarni hidoyat qilgan bo'lar edik. Endi esa dodvoy qilamizmi, sabr qanot qilamizmi, biz uchun barobardir. Hech qanday najot yo'qdir. Ya'ni shunday bir mohir bo'ladiki, sizdan bir kattaroq molni, kattaroq mablag'ni olguncha shunday bir yoningizga kiradi, shunday bir ishonchingizga kiradi, ishonib beraverasiz, juda bir katta miqdorga ega bo'lgandan keyin, sizni molingizga ega bo'lgandan keyin shat zimma qiladi, otib ketadi. Birodarlar, bu dunyoda agar inson moli dunyosiga otilgan bo'lsa, moli dunyosidan kimdir hiylasi tufayli mahrum bo'lgan bo'lsa, qiyomatda oladi albatta. Bashoratda musobaga birodarlarga hijolat bo'lmaylar. Chunki o'shunchani saf o'ziga ehson qilish oson emas edi. Yana zulman olib qo'ydi qo'lingizdan. Zulm ko'rdi degan ham nima bor? Band bor bitta. Endi eng katta aldoqchi kim? Iblis. Iblis shayton odamlarni yolg'on va'dalar berib oldi edi. Yoshsan hali deydi. Ulgiysan deydi. Ishontiradi. Yolg'on va'dalarni beradi. Shunga inson aldanadi-da, ajali kelganda hech narsa yurmay qoladi. Mana shu iblis qiyomat kunida hisob kitob bitganidan keyin jahannamga hukm qilinganlarni oldida o'tdan bo'lgan minbarga chiqib, ularga va'z o'qiydi. Alloh saqlasin shaytonning va'zini eshitishdan. Va qala ash-shaytonu lamma qudiya al-amru inna Alloha wa'adakum wa'dal haqqi va wa'adtukum fa akhlaftukum. Qachonki ish tugagach, ya'ni jannatlar jannatga, do'zaxlar do'zaxga hukm qilingach, shayton dedi.
Albatta Alloh sizlarga haq va'da qilgan edi. Men esa yolg'on va'dalar berib sizlarni aldagan edim. Va ma kana li alaykum min sulton. Lekin men uchun sizlarning ustingizda hech qanday hukmronlik yo'q edi. Illo men sizlarni kufr yo'lga chaqirishim bilanoq o'zingiz menga itoat etdingiz. Endi men emas, o'zingizlarni malomat qilinglar. Shaytonni odam bolasining ustida hukmronligi yo'q. Shayton faqat vasvasa qiladi, gunoh qilishlikka chaqiradi. Gunohni kim qiladi? Chunki bu shayton mo'min musulmonlarga vasvasa qiladi, lekin itoat qilishmaydi. Shuning uchun shayton aytadi, men yolg'on va'da bergan edim. Men majbur qilmaganman, men faqat chaqirganman, itoatni o'zlaring qilishding. Endi meni ma'lumot qilmanglar dedi. Mana shu emasmi eng katta otilish? Alloh saqlasin. Mo'minlarcha وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritilib, Parvardigorlarning izni irodasi bilan u joyda mangu qolurlar. Birodarlar, mangu bo'lamiz u yerda. U yerda abadiy bo'lamiz inshaalloh. Ularning jannatdagi salom aliklari bir-birlariga tinchlik, omonlik tilashdi. Bu naqadar katta farq. Iblisni vasvasasiga uchib jahannamda abadiy qolib ketishlik qanday narsa-yu, Parvardigorning mag'firatiga, jannatga yetishlik qanday bir katta narsa. Jannatga hech kim qilgan amali bilan kirmaydi. Jannat qilgan amallarimizning mukofoti emas. Biz qilayotgan amallarimiz jannatga kirishimizga sabab xolos. Lekin bizni jannatga kirgizadigan narsa nima? Alloh azza va jallaning rahmati, marhamati. Payg'ambarimiz aytganlar, hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, sizchi? Sizni ham amalingiz kifoya qilmaydimi?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, Men ham faqat Alloh taolo o'zining rahmati bilan, mag'firati bilan o'rab olgandan keyingina kiraman. Demak, banda har qancha amal qilmasin, amali jannatga kirishga kifoya qilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana 70 yil Allohga ibodat qilgan Bani Isroillik bir kishini qissasini aytib beradi. 70 yil ibodat qildi. Alloh azza va jalla qiyomat bo'lganda bu bandamni meni jannatimga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Alloh taolo bu bandani 70 yil ibodat qilgan bandani jannatga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Banda ojizda, banda zaifda. Parvardigor amalim bilan kirgizavermaydi devordi. Alloh taolo o'lchaylar. Bitta ko'zini, xorozini palatiga qo'yildi, shukri. Ikkinchisiga 70 yillik amali qo'yildi xorazim. Qo'yuvdi 70 yillik amalini savobi bitta ko'zini shukrini ado qilishiga kifoya qilmadi. Bandani jahannamga kirgizinglar dedi. Parvardigor rahmating bilan dedi. Alloh taolo rahmati bilan jannatga kirgizdi. Biz 70 yil umr ko'ramizmi, yo'qmi? Bu 70 yilda siz qancha gunoh qilamiz, savobga aralashtirib. Shuning uchun hech qaysimiz qilgan amalimizga suyanmaylik. Allohning rahmatidan umid qilamiz. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, payg'ambarimiz aytadilar, mu'minlar o'tdan qutulganlaridan keyin, Sirot ko'prigidan o'tganidan keyin jahannam va jannat orasidagi yerda ushlanadilar. Ular unda dunyoda o'zlarining oralarida bo'lgan mazlamalarini hal qiladilar. Kimda qancha haq qolib ketgan, kim kimga zulm qilgan, biror narsa adolatli hukm chiqarilmasdan qolmaydi. Pulingiz oldirdingizmi, zulm ko'rdingizmi, urdimi, haqorat qildimi, sharafingizga tegdimi? Mana shu narsa shu yerda hal qilinadi. Hech kimning haqqi hech kimda qolib ketmaydi. Mo'minga mana shu narsa qalbiga taskin beradi. Bir hayolga ilib beraylik. Mana jannatga kirdik. Keldik inshaalloh, ostonadan o'tdik. Qayerga borishimizni bilasizmi? Keng jannat. Kengligi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannatga kirdingiz. Qayerga borasiz? Dunyoda ana qozimadan chiqasiz, hayit namozini o'qib olib, bilasiz qayerga borishingizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki,
ularning har biri o'zining jannatdagi joyini dunyodagi joyini bilgandan ko'ra yaxshiroq topib boradi. Aniq bilasiz joyingizni. Qayerda joyingiz ekanligini istamaysiz. Hajga borgan akalarimiz binoda o'zini kapasini bir orientirni olguncha, bitta pavrot yoqqa burilib kelsa, bo'ldi, ketdi. Kechgacha yuraveradi. Kapalar birga o'xshab topolmaydi joyini. Bu dunyoda. Lekin jannatga borganda birodarlar, joyimizni aniq bilamiz. Ikkilanmaydi. Faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faz. Balkim do'zaxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishadi. Va'adallohu al-mu'minina wal-mu'minati jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Alloh mu'min va mu'minalarga ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlar va jannat bog'laridagi pokiza maskanlarni va'da qildi. Qachon jannat sifatlansa, ostidan anhorlar oqib o'tishligini Alloh taolo aytdi. To'g'ri-da. Uy olmoqchi bo'lsangiz, agar uyini oldidan yoki uyini ichidan suv oqib o'tsa, bu uyni qadri balandroq bo'ladi. Chek olayotganingizda ham shu suvga yaqin joyni olaysiz-ku. Demak, suvni oqishligi, suvni yaqin bo'lishligi maskanga bu maskanning qadrini baland ekanligini bildiradi. Jannat deganda albatta ostidan anhorlar oqib o'tadi. Daryolar, bog'lar, pokiza maskanlar, Allohning roziligi mana shu haqiqiy baxt. Mana shu haqiqiy baxt. Agar Robbimiz rozi bo'lsa, xursand bo'laylik birodar. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Jannatga birinchi bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kiradi. Imom Muslimdan keltiriladi, Rasululloh aytadilar: "Birinchi bo'lib jannat eshigini qoquvchi menman. Rasululloh borib qoqadi eshigini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman." Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz deydi. Rasululloh Muhammadman deydi. U aytadi: "Sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman." Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoqadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar: "Vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq." Abu kama qala Rasululloh, Allohga qasam, payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin o'rnida turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qarang, badavlat odam bo'lgan shu kishi. Badavlat odam bo'lgan. Davlati jannatga birinchi bo'lib kirishdan to'smadi, aksincha yordam berdi. U kishilarning davlati qo'lida bo'lgan, qalbida bo'lmagan. Moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarf qilgan, qullar ozod qilgan, nafaqalar qilgan. Ular molini o'zini xizmatiga qo'ygan, dinini xizmatiga qo'ygan, molini xizmatkor bo'lib qolmagan ular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning surat haqida shunday dedilar. Buxoriydan bu hadis. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Oy to'lganini ko'rasizlar-a? Qanaqa chiroyli bo'ladi. Qanaqa bir ajralib turadi. Ular jannatni tupurmaydilar, najosat chiqarmaydilar. Ichadigan idishlar oltindan, taroqlari oltin va kumushdan, ulardan oqqan terlari mushki ambarni hidi bo'ladi. Ya Alloh, terlasang xushbo hid kelsa. Bu qanday bir marhamat, qanday bir ne'mat. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Olmaydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan. Payg'ambar alayhisalom aytdimi? Qur'onda aytilindimi? Tamom. Bizni aqlimiz yetishi shart emas, birodarlar. Endi qizil chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatiylarning oralarida ixtilof va guna kudurat bo'lmaydi.
O'zichi atrofidagi odamlarga nisbatan qalbingizda birortasiga gina, kudurat, xafagarchilik bo'lmasa, bu huzur bu. Bu huzurni Alloh taolo jannatda bo'ladi deb aytayaptimi? Demak, bir insonning qalbi pokiza bo'lishiga dunyoda odamlarga nisbatan rohat ekan. Rohat ekan. Ularning qalblari xuddi bir kishining qalbidek bo'ladi. Ertaga kech Allohga tasbih aytib turadilar. Jannatning eshiklari. Payg'ambarimiz aytganlar, jannatning 8 ta eshigi bor. Ulardan birining ismi Royyan. Bu eshikdan faqat siz bilan biz kiramiz inshaalloh. Mana 30 kun roza tutdik. Alhamdulillah, Allohning fazli. Bu eshikdan faqat rozadorlar kiradi. Oxirgi rozador kirib bo'lgandan keyin eshik yopiladi. Qaytib hech kim uchun ochilmaydi. Muborak bo'lsin bu bashorat hammamizga birodarlar. Modomiki Allohdan savob umidida tutibmizmi rozani? Demak, mana shu eshik siz bilan biz uchun. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, mana shu 8 ta eshikni hammasidan bitta odam chaqirilishi mumkinmi?" dedi. 8 ta eshikdan kirishlik haqqi bo'ladimi birorta odam deganda, "Ha, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman" dedi. Mufassirlar aytishadi, u eshiklar hammasi yonma-yon bo'lishi shart emas. Vallohu alam, biridan keyin ikkinchisi bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham mana shu 8 eshikdan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chaqiriladi. Jannatning darajalari bor. Daraja degani biz tilda etaj desak, osonroq tushunamiz. Undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd va lal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Alloh taolo bu dunyoda siz bilan bizni qo'limizdagi mol-u dunyomiz, husnimiz, bo'yimiz, boylik, badavlatligimiz, farzandlar, bu masalada Alloh taolo darajani har xil qilgan. Birimizda ko'proq, birimizda ozroq. Endi oxiratdachi? Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis aytadilar: jannatda 100 daraja bor. 100 etaj. Alloh taolo ularni Alloh yo'lida jahd qilgan kishilar uchun tayyorlab qo'ygan. Har bir darajaning oralig'i osmon yerchalik. Oxiri qancha o'tib ketar ekan? Mana 800 metrli binoni qarasangiz, 300 da turganga o'xshaydi qiychayib. Do'p tushib ketadi qarasangiz. Bu 3 metrli, 4 metrli xonalardan 800 metr bo'lganda, endi bitta tabaqa bilan, bitta daraja bilan jannatdagi ikkinchi darajani o'rtasi osmon bilan yerchalik baland bo'lsa, 100 tasi qanaqa bo'lar ekan? Inshaalloh ko'ramiz birodarlar bor. Badr kuni Xorisa roziyallohu anhuga hali jang boshlamasdan turib bir g'arib o'q kelib sayildida 3 kishi vafot topdi. Yosh yigit edi. Onasi keldi: "Ya Rasululloh, Xorisani o'g'lim haqida bir xabar bering. Jannatga kirdimi, yo'qmi? Agar jannatga kirsa, rozi bo'lib xursand bo'laman. Agar unday bo'lmagan bo'lsa, Alloh azza va jalla ko'radi. Men qanday yig'lashimni." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizga voy bo'lsin, ey Xorisaning onasi. Noumid bo'ldingizmi?" dedi. "Bitta jannat so'rayapsizmi?" U o'g'li ko'p jannatlarda Xorisa Firdavsul a'loga kirdi dedi. Jannatning eng oliy martabasi Firdavs jannat. Buxoriydan keltirilgan, jannat ahllari jannatda turib, yerda osmondagi yulduzlarni ko'rib turgandek, ustilaridagi xonalarni ko'rishadi. O'zidan yuqori martabada bo'lgan kishilarning jannatini, ularning xonalarini pastdan turib ko'radi, xuddi yulduzni dunyoda nima qilgandek ko'rgan edik. Insonlarni dunyoda qilgan amallarini farqi katta bo'lgandek, qiyomat kunida ham amal martabalarining darajasi mana shunday bir farqlanadi. Mana endi bu manzilat kim uchun? Astagfirullah. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum liz-zakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kim uchun bu manzilatlar? Diqqat qilinglar. Diqqat qilinglar. Bizda bormikin shu manzilatga loyiq sifat? Bizda bormikin shu sifat? Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar.
Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'yin eguvchilar, behuda, foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchilar, zakotni ado qiluvchilar, avratlarini harom zinodan saqlaguvchilar. Birinchisi nima bo'ldi? Namozda qo'rqib o'qiydi. Ikkinchisi, bekorsiz so'z ishlardan o'zini ehtiyot qiladi. Uchinchisi, zakotni beruvchilar. To'rtinchisi, bormi? Kimga ekan bu manzilat? Mana shu sifatlarni o'zida jamlagan kishilarga. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlarga rioya qiluvchi kishilardir. Omonat qo'ysa xiyonat qilmaydi va diqqat qilinglar ukalar. Boshqalarga bergan ahdiga vafo qiladi. Sizga sotdim dedimi? Ko'proq pul beradigan xaridor kelib qolsa, aynimaydi. 6 ga boraman dedimi? 6 ga boradi. Qarang, bu jannatliklarning sifati ekan. Omonatga xiyonat qilmaslik va ahdida turishlik. Tijoratda ahdida turmaslik molini harom bo'lishligiga va barakotini ko'tarilib ketishiga sabab bo'ladi. Qaranglar-da. Bo'ldi, senga sotdim mashinani 10 mingga deydi. Desa bitta 10,5 berardim deydi. Desa shunday uyga borib keladi-da, aytadi. Mashina deydi, yo'lini qiladi-da. Uzr. Akam nima qildi? Yolg'onlab turdi. Aytolmayapti, nafsini yomonlik qilib 500 foydasiga berib yubordim deganda faqat ahdini buzganlar bo'lardi. Hozir bu yerda ahdini ham buzyapti yana. Tushunaliga birodarlar, ahdimizni turishga o'rganaylik. 6 ga boramiz dedikmi? Jonimiz kelsa, tosh yoqsa ham, nayza yoqsa ham osmondan boraylik. Agar bora olmasak, aytaylik bir 15 daqiqa burun. Men kech qolaman akam, ishlarni qilib turaveringlar. O'rganaylik shu narsani. Chunki bu jannatga olib boradigan sifat ekan. Endi xuddi kechirib qo'ramizda. Ha, bo'pti, endi qo'ying. 15 minut kutib turaylik. Osh o'lib bo'ldi. Qo'yingda haq bo'ladi. Ma'dagi 8 tachi odamchi vaqtida kelganlar. Bular haq bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? Shunaqa odammi? Shunaqa odammi? Shunaqa bo'lishiga qolgan 8 odam o'zi aybdor. Ha, desa kutishaveradi-da. Men bilmadim, agar osh pulni shu odam beradigan bo'lsa, kutamiz. Lekin tegma hamma birodarlar. Osh qolsin. Lekin nima qiling vaqtida? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Birinchi bo'lib jannatga kiradigan 3 kishi. Shahid. Iffatli, mutaaffif banda. Ya'ni kambag'al, bechora, hojatmand, lekin hojatini birovlarga gapirmaydi. Faqat Allohga aytadi dardini. Shikoyat qilavermaydi hayotidan. Onim kam, monim kam, ana bo'lmayapti, mana bo'lmayapti. Voy, nima qilib bera oladi deng sen shikoyat qilayotgan odam. Faqat eshitib qo'yadi shu. O'zi eshitib qo'ygan ham katta-katta yozilasiz. Lekin bu narsa o'zgaradimi? Kimga aytish kerak edi dardni? Siz nima qilyapsiz? Uchinchisi, Allohning ibodatini yaxshi ado qilgan banda. Allohni yakka deganlardan bo'lgan muvahhidlar. Bular ham gunohlari ko'pligi tufayli tavba qilmasdan o'lib ketganligi sababli jahannamga tushadi. Ammo ular abadiy qolmaydi u yerda. Muvahhidlardan, Allohni bitta deganlardan, ammo gunoh ko'p bo'lgan, tavba qilmasdan o'lib ketgan. Ular bir muddat jahannamda azoblanadi, keyin chiqadi ular. Jahannam ahllari unda tirik ham bo'lmaydi, o'lik ham bo'lmaydi. Ularga shafoatga izn berilgandan keyin jahannamdan ular chiqadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, jahannamdan Muhammad alayhisalomning shafoati bilan bir qavm chiqadi. Ularning nomlari Juhannamiyyin, ya'ni shafoat bilan jannatga kirganlar deyiladi. Har bir Allohni yakka degan muvahhidga shafoat yetadi. Payg'ambarimiz aytadilar, la ilaha illalloh degan
qalbida arpaning donasichalik iymoni bor odam jahannamdan chiqadi. La ilaha illalloh degan qalbida bug'doyning donasichalik yaxshiligi bor odam jahannamdan chiqadi. La ilaha illalloh degan qalbida zarracha yaxshiligi bor kishi jahannamdan chiqadi. Birodarlar, la ilaha illalloh degan bo'lsa jahannamdan chiqadi. Shirk keltirmasdan o'tgan bo'lsin, har qancha gunoh ko'p bo'lmasin, jahannamdan chiqaradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men jahannamdan oxirgi bo'lib chiqadigan, jannatga ham oxirgi bo'lib kiradigan odamni taniyman." Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan. Oxirgi odam jahannamdan chiqdi. O't kelib bir uradi. O'dilanib, o'malanib, to'rayaqlab, ikkayaqlab yuradi, o't qaytadi. Yana ozgina yursa o't kelib yana osiladi. Xullas bir amallab nandroqqa borib olganda o't yeta olmay qoladi. Shunda o'tga qarab turib, sendan meni najotga chiqargan zot buyuk deydi. Va mana shu holatini deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, o'zini eng baxtli odam deb his qiladi shu holatini. Chunki jahannamdan chiqdi-da, azobdan qutuldi-da. Alloh taolo bu bandasiga ko'zi yotadigan joyga bir daraxtni chiqarib qo'yadi. Banda haligi daraxtni ko'radi-da, "Ey Robbim, shu daraxtga meni yaqinlashtir" deydi. Alloh taolo: "Ey odam bolasi, agar u daraxtni senga bersam, yana boshqasini so'rarsan. Yo Parvardigor shuni bersang bo'ldi. Boshqa hech narsa so'ramayman" deydi. Alloh taolo beradi. O'tda 100 yil turdimi, 1000 yil turdimi, 10 ming yil turdimi, Alloh a'lam. Endi birinchi marta salqin tagiga kirdi. Mevasi, hidi, salqini, ostidan oqqan suvdan huzur qilib turadi. Alloh taolo endi boyagi odam menda katta ne'mat olgan odam yo'q dunyoda deb turadi. Rozi. Alloh azza va jalla nandaroqqa undan ham yaxshiroq bir daraxt qo'yib qo'yadi. Banda u daraxtga qaraydi, sukut qiladi, oxiri sabr qilmaydi. Parvardigor o'sha daraxtga yaqin qilmaydi. Ey banda, axir hech narsa so'ramayman deganding-ku. Parvardigor shuni bersang bo'ldi, qaytib so'ramayman, va'da beradi. Alloh taolo u daraxtga yaqin qiladi. Mana endi boyagidan ham yaxshiroq narsani olib rozi bo'lib o'tirsa, Alloh taolo undan kattaroq daraxtni ko'rsatib qo'yadi. Bu daraxt jannat darvozasiga yaqin bo'ladi. Birodarlar, jannatni devorlari bitta g'ishi oltindan, bitta g'ishi kumushdan, o'rtadagi loyi mushka ambardan. Faras qilinglar, bu devor oltin, kumush, oldiga kelsiz mushka ambar yilga turibdi. Yana bu devor, birodarlar, qo'riqlanadigan devor emas bu. Bu devor o'zi jannatga o'rab turgan devor. Jannatning darvozasi qizil oltindan bo'lgan darvoza deyiladi. Boshqa narsani va'da olmayman, boshqa narsani so'ramayman deb va'da berganida, Parvardigor shu daraxtni ham beradi. Endi 3-daraxtning oldiga kelib turganida birdan jannatning darvozasini Alloh taolo ochib yuboradi. Banda sukut qiladi. Jannatning darvozasi ochildi, ichkaridagi ne'matlarni ko'rdi. Alloh nimaga ko'rsatyapti? Nimaga jannat bilan bizga ta'riflayapti? So'rasin deyapti. Nimaga jahannamni sifatlayapti? Panoh so'rasin deyapti. Parvardigor deydi, meni jannatga kirgizdi deydi. Alloh aytadi: "Ey odam bolasi, nima qilsam mendan rozi bo'lasan?" Parvardigor shu jannatni eshigidan o'tkazib qo'ysang bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman deydi. Birodar, hammadan keyin bo'lsa ham jannatga kiryapti-da bu. Baxtli odam bu. Bu baxtli odam. Alloh taolo unga bir ajib nido qildi. Agar senga dunyochalik jannatni, yana unga qo'shimcha shuncha jannatni bersam rozimisan? Dunyochalik jannat, yana shuncha qo'shimcha. Dunyoda qaysi podshohning davlati, mulki mana shu yer yuzichalik. Bu yer yuzini qismiga ega bu podshohlar. Oxiratda jannatga oxirgi bo'lib kirayotgan odamga nima deyilyapti? Nima deyilyapti? Dunyo va shunchalik jannat. Shunda banda Parvardigor
Meni masxara qilyapsanmi dedi. Dedida Ibn Mas'ud roziyallohu anhu hadisni rivoyat qilayotgan kishi kuldi. Kulib turib, nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi? Nimaga kulyapsiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni aytayapti, kulgandi. Rasululloh nimaga kuldi so'ramaysizlarmi dedi. Rasululloh nimaga kuldi deganda, "Ya Rasululloh nimaga kuldingiz?" deb so'raganida, "Alloh bandani shu so'zidan kuldi" dedi. Alloh kuldi birodar. Shunda Alloh aytdi: "Men masxara qilayotganim yo'q. Men barcha narsaga qodirman." So'ng Alloh buyurdi. Unga dunyochalik yana shuncha dedi. Banda roziman dedi. Yana shuncha dedida 10 taga yetkazdi. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odamga berilgan manzilat mana shu dunyoga 10 barobar keladigan katta jannat. Shunda sahobalar, Rasululloh, ha bu jannatga oxirgi bo'lib kirgan odamga berilgan eng past manzilat shunchalik katta bo'lsa, oliyroq maqomdalarga nima beriladi? Payg'ambarimiz aytdilar, ular hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson aqli bovar qilmagan ne'matlar ichida. Dars tugagandan keyin mana hayit bayramlarini o'tkazib, ketib borib joylarimizga bir yonboshlaganda hayolimizga bir erk beraylikda, eng zo'r aqlimiz, hayolimiz, fantaziyamiz yetganicha bir ne'matni tasavvur qilib ko'ring. Birodar ishonavering, to'xtab qo'yadi ekanlar. 3 ta 4 ta narsada to'xtab qoladi. Chunki bizning nimamiz, nima qilingan aqlimiz. Va ana shu bilganingizdan million barobar jannatdagi ne'mat ulug' ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Mana endi boyaga odam jannatga kirdi. Shu o'zining jannatdagi uyga kiradi. Uning oldiga hur ayinlardan bo'lgan 2 ta ayol keladi. U 2 hur seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd va sano bo'lsin deydi. Endi boyaga banda aytadi. Menga deydi. Kimga aytyapti? Johuriga. Maqtanish bo'lar ekanda qarang. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi ayollarning oldida. Menga dunyoga 10 barobar keladigan katta mulk berdi deydi. Eng past manzilatdagi kishi. Firavun qani? Qorun, Homonlar qani? 5% deb, 10% deb oxiratini dunyo matohiga almashtirib ekanlar qani? Birodarlar, 5% ekan, 6% ekan deb turib, riboga pul olib, xonavoyron bo'layotganlar qani qayda qoladi bular? Bir fikr qilib ko'rishlik kerak. Mana shunday bir katta manzilatni qo'yib turib, 3-4 shahar yana u riboga pul berayotgan, riboga pul olayotganlar o'zi xohlagan narsaga yetadimi, yo'qmaydimi kim biladi? Inson rozi bo'lib yashasin hayotiga, xotirjam yashaydi. Va idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman va mulkan kabira. U joyda qachon qarasangiz, noz ne'matlarni va katta mulk davlatni ko'rasiz. Balki ularning qilib o'tgan amallariga mukofot qilib, ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchi, ya'ni oxirat ne'matlarini biron jon bilmas. Vasfi mana shunday bir chiroyli bo'lgan jannat odamlar esdan chiqarib, dunyo bilan ovora bo'lib yurishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni siz bilan bizga sifatlab shunday deydilar. Mana qamchini bir ursangiz, yerda ozgina chizib qo'yadi. Yerga bir ursangiz, qamchi bilan chizib qo'yadi. Rasululloh aytadilar, jannatdagi bir qamchi tekkan joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzalroq. Aslida chizig'ida endi. Bir ursangiz 15 sm chizib qo'yadi. Jannatdagi shu chiziqchalik joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Aql bovar qiladimi? Masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna fiha anhar. Anhorlar. Taqvo egalari uchun va'da qilingan jannatning misoli, sifati budir. Unda aynimagan suvdan bo'lgan daryolar ham, ta'mi o'zgarmagan sutdan bo'lgan daryolar, ichuvchilar uchun lazzatli maydan bo'lgan daryolar ham, musaffo asaldan bo'lgan ham daryolar bor. Sut, qarang, suv, sut, yana nima? May hamda asal. Bu anhorlarda nima oqar ekan? Farq qiling. Anhor ichida sut oqsa, aynan asal. Anhor tasarrufining ichida may oqsa,
asal oq. Kayfiyati qanaqa bo'lishini kim biladi? Alloh biladi, birodarlar. Alloh biladi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Albatta hayotda dunyodan Allohning amr farmonlariga itoat qilib o'tgan yaxshilar jannatda mizoji aralashmasi kofir bo'lgan Allohning bandalari ichadigan jannatli chashmalar bo'ladi. Jannatda birodarlar masjidlar bo'ladi. Jannatda masjidlar bo'ladi. Faqat bu masjidlar birodarlar ibodat uchun emas, tafoxur uchun, faxrlanishlik uchun. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis: kim Alloh taolo uchun, dedi Rasululloh, bir masjid qursa, Allohning roziligini istasa, Alloh taolo u uchun jannatda xuddi shunday masjidni bino qiladi. Hamma ham butun masjid qurishlikka quvvati yetmaydi. Alloh taolo har xil bergan davlatni. Ammo mana shu masjidning qurilishiga qo'lidan kelgan hissasini qo'shgan odamga ham jannatda inshaalloh bir bino barpo bo'ladi. Jannatda kun bilan tun bormi? Jannatda birodarlar kun bilan tun bo'lmaydi. Ulamolar aytadi, jannatda quyosh ham bo'lmaydi, oy ham bo'lmaydi. Kun ham bo'lmaydi, tun ham bo'lmaydi. Qayerdan bilinadi unda kun almashgan? Alloh azza va jallaning arshi ustiga bir parda tortiladi va nur bir siyra o'zgaradi. Shunda tun bo'ldi deyiladi. Tun jannatda bo'lmaydi birodarlar. Inshaalloh jannatda yuramiz. Chodirlar, qasrlar, oltindan bo'lgan devorlarni ko'ramiz. Mis, za'faron ustida birodarlar bosib yuramiz. Bir ajib ta'rif keladi mana buloqlar xususida. Innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maqtum khitamuhu mis. Shak shubhasiz yaxshilar ne'matlardadirlar. Ular so'rlarda Allohning bergan ne'matlarga boqib o'tirurlar. Siz ularning yuzlarida ne'matlarning tilbatini tanasiz ko'rursiz. Allohning bergan ne'matini olgan bandalarning yuzidan ko'rinadi. Munavvar bo'lib ketadi yuzlari. Ular jannatda muhrlangan maydan sug'orilurlarki, u mayning muhri mushk bo'lib. Qarang. Muhrlangan maydan sug'oriladi, bu mayning muhri mushk. Shu oyatning tafsirida ajib. Biz diqqat ochamiz-ku. Siz ochamiz-ku. Mana shu muhrida to'g'rimi? Bo'linbasi. Bu mayni, muhrlangan mayning muhri mushk bo'ladi. Jannatiy banda arastirlar. Qilib hiydaganda ini ochiladi. Xitamuhu mis. Uni pechati, uni bo'linbasi shunday bir xush bo'lmasa-ki, jannatning o'zini oldiga olib kelib turib, qilib bitta hiydaganda faqat ochiladi. Pang'at ochilib, bilmay xulos ochilar ekan. Hiydasiz ochiladi. Qarang, ochish ham ishda o'zi. Ochish ham ishda, lekin jannatiylarga hatto mana shu idishni ochishlik mashaqqati ham bo'lmaydi. Hiydasi ochiladi. Tasavvur qila olasizmi? Qasrlar. Jannatda xonalar bor dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tashqarisi ichkarisidan ko'rinadi. Tashqarisi ichkarisidan ko'rinadi. Ichkarisi tashqaridan ko'rinadi. Shaffof qasrlar. Ichidan tashi, tashidan ich ko'rinadi. Bu qasrlar kim uchun? So'zni muloyim qilganlar uchun. Odamlarga taomil etganlar uchun. Odamlar uxlayotganda namoz o'qiganlar uchun, salomni fosh qilganlar uchun. Mana shu kishilarga mana shu qasrlar beriladi. Imom Buxoriydan keltirilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar, bir chodirni sifatlaydi Rasululloh. Diqqat qiling. Ichi bo'sh, balandligi 30 mil bo'lgan gavhardan chodir. Endi 30 yoki 40 kilometrda orasida bu. Balandligi 40 kilometrlik bitta gavhar tosh, ichi bo'sh. Mana shu chodir. Uning har bir burchagida mo'min uchun ahillar bo'ladi. Ularning birlari boshqalardan ko'rinmaydi. Ya'ni shunaqa katta qasrki, mana bu joyda turgan oilasi ahlini narigi tomondagilar ko'rmaydi. Payg'ambarimiz aytadilar, jannatda mo'min uchun bir dona gavhardan iborat chodir bor. Chodir bitta gavhardan. Uning ichi bo'shdir. Uning balandligi falondir. Undagi ahllarini mo'min alanib chiqadi-yu,
ular esa bir-birini ko'rmaydi. Birodarlar, masalan, ikkita oilasi bor odam yaxshi biladi buni. Nariginikiga kelsa, bu yonib qo'g'riladi o'zining yog'iga, buriga kelsa, nariga qo'g'riladi. Va kelganda albatta fe'l qiladi. Endi jannatga borganda nariga ahli, bu ahlini ko'rmagandan keyin faqat u bilan birga bo'layotgandek bo'laveradi. Shu tashvish ham yo'q. Chunki mana shunday bir mashaqqatda yurgan birodarlarimiz bo'lsa, sabr qilasizlar. Nariga borganda inshaalloh Allohning huzurida bu mashaqqatlar bo'lmaydi. Mevalari. Jannatning mevalari. Fihima fakihatu va nahlu va rumman. U ikkisida meva, xurmo va anorlar bor. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa va a'naba. Albatta taqvodor zotlar uchun jannatda najot manzili bordir. Yana bog'lar va uzumzorlar. O'ng tomon egalari. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyilgan soya ostida, oqizib qo'yilgan suv ustida, tugab qolmaydigan va man etilmaydigan ko'pdan ko'p turli meva-chevalar ostida. Qani osilgan meva uzilgan emas. Va fakihatin mimma yatakhayyarun. Ular ko'ngillari xohlagan mevalar ularga beriladi. Birodarlar, mana rumman deyapti. Aynab deyapti. Uzum, olma, anor deyapti. Jannatdagi bu mevalarning ati o'xshaydi bizi dunyodagi mevalarning atiga. Shakli ehtimol o'xshar, lekin ta'mi farqi bor. Shottolarni ko'proq yeb qo'ysangiz nima bo'ladi? Sog'liq oshib ketadi. U yerda unaqa emas. Qovunni ko'proq yeb qo'ysangiz nima bo'ladi? Birodarlar, bu dunyodagi-chi, ko'p aytaman shu so'zimni. Luboy ne'matda ayting, orqasida mashaqqati bor. Go'sht ko'ping ichiga o'tib ketadi. Osh ko'ping davrangiz oshib ketadi. Luboy rohatda ayting, orqasida mashaqqati bor. Oxiratda unaqa emas. Demakki, bu dunyodagi ovqatni qonimiz ochgan uchun yeymiz, birodarlar. U yerda qorin ochmaydi. Huzur uchun yeymiz, rohat uchun yeymiz, halovat uchun yeymiz. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir tuyani olib keldida, bu Alloh yo'lida dedi. Imom Muslimdan bu hadis. Rasululloh aytdilar, qiyomat kunida siz uchun mana shu narsani berganiga hammasi bog'langan 700 ta tuya bor dedi. Bitta bergan tuyasiga oxiratda 700 ta tuya berishiga va'da qilindi. Nima bergan bo'lsak 700 barobar, balki undan ko'proq qilib oxiratda olamiz. Hamma aynaga qarab turib nima deydi? Shu matimliroq bo'lganda deydi. Ha, o'zini nima qiladi? Kamchiligini ko'radi. Matim bunday bo'lganda, bo'yim bunday bo'lganda, rangim bunday bo'lganda, sochim bunday. Xullas ayniga qarab turib kamchiligini ko'radi. Nazarida o'zi yaxshiroq biladi nima bo'lishligini. Alloh bergan shakl edi. Rozi bo'lish kerak edi. Endi qabrasiz. Berib qo'ydi shunaqa qilib. Matim mana bo'lsa edi deydi. Alloh taolo hamma narsani almashtiradi. Shakllarni ham almashtiradi. Imom Muslimdan keltirilgan hadisda payg'ambarimiz aytadi, Odam alayhissalomni Alloh taolo 60 ziro qilib yaratdi. 60 metr yaqin degan. Bizning bo'yimiz ham 60 metr bo'ladi, birodarlar. 60 metr. Jannat ahli dedi payg'ambarimiz, jannatga soqol murutib kiradi. Soqol mo'ylov jannatda bo'lmaydi. Ularning ko'zlari mukahhal bo'ladi. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi. Qari bo'lib o'ldimi, yosh bo'lib o'lganmi, 33 yashar, 60 metr bo'ylik, ko'zlari mukahhal, soqol burun mo'ylovsiz. Ayollarning yoshlari ham bir xil bo'ladi. Qari bo'lganmi, yosh o'lganmi, 18 yoshli holatga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kampir kelib, "Ya Rasululloh, men ham jannatga kiramanmi?" dedi. Rasululloh, "Siz kirmaysiz jannatga" dedi. Yig'lab ko'ngli bir vayron bo'lib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz yuborib, "Bu holatga kirmaysiz" dedi. O'g'il bolalar 33 yoshda. Ayollar 18 yoshda. Erkaklarning ovozlari Davud alayhisalomning ovozidek shirin bo'ladi. Yuzlari Yusuf alayhisalomning shaklidagi chiroyli bo'ladi. Dunyoda Yusuf alayhisalomning chiroyiga
mahliyo bo'lgan ayollar qo'llarini kesayotganligini sezmay qolishdi. Chiroy ularning aqlini shunday bir lol qilib qo'ygan edi. Jannatga mana shunday holda kiramiz, birodarlar. Inshaalloh kiramiz. Jannat ahllari uxlamaydi. Payg'ambar aytganlar, uyqu o'limning ukasidir. Jannat ahli uxlamaydi. Jannatiylarning ustidagi liboslari hech kimning ustida bo'lmagan liboslar bo'ladi. Xizmatkorlar. Yatufu alaykum wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Boshqa oyatda idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Bu xizmatkorlar. Ustlarida esa mangu yosh, hech qarimaydigan bolalar oqar chashmadan mayli qadahlarni, ko'zalarni va kosalarni aylantirib tururlar. Ya'ni ularni ko'rgan vaqtingizda go'zalliklari, ranglarining tiniqligi, yuzlarining nurliligidan sochib yuborilgan marvaridlarmi deb o'ylar. Vildan ana shu jannatda xizmat qiladigan yosh bolalar. Bu yoshligida o'lib ketgan dunyo farzandlari emas. Odamlarda tushunchalari noto'g'ri. Yoshligida balog'at yetmasdan bolasi o'lib ketsa, jannatda seni xizmatingni qil, u noto'g'ri. U vildan xizmat qiladiganlar jannatda bir xalqidan Alloh taolo birdaniga paydo qildi bularni, hurlarni paydo qilgandek. Sizni agar yoshligida o'lib ketgan bir farzandingiz bo'lsa, xursand bo'ling. Jannatda komil 33 yoshida sizni oldida turib, siz bilan jannat ahllaridan bo'ladi. Ular hech qachon xizmatkor bo'lmaydi. Ular ham jannat ahlidan bo'ladi. Jannatda bozor bo'ladi. Faqat bu bozorlar bilan bizni bozorimizda qolmas. Payg'ambarimiz aytadilar, albatta jannatda bozor bor. Unga kishilar har juma borishadi. Ularning ustlariga shabada kelib, yuzlariga va kiyimlariga tegadi. Ana shu bozorga borganlarning husni jamollari ziyoda bo'ladi. Oilalarning oldiga qaytib kelganida ular aytadilar, Allohga qasamki, husni jamolilar ziyoda bo'lib qaytibdilar. Ular ahllariga ham, sizlarni ham husni jamolilar ziyoda bo'ldi deydi. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Qilgan duolarimizni ijobat qilsin. Siz bilan bizni mana shu kunga yetkazgan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Parvardigoro, biz sendan payg'ambaring va solih bandalar so'ragan narsani so'raymiz. Payg'ambaring va solih bandalar panoh tilagan narsadan panoh tilaymiz. Parvardigoro, bizni jannatga yaqin qiladigan amallarni bergin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة